Assalomu alaykum do'stlar. Men Buloqchan bo'laman. Shu hozir darsimizning 34 soatini ishlab olsak, bu darsimizga tayyor so'zlangan mazmun boshbat bildirgisi bo'ladi. Bu boshbat bildirgisi degan nima desa, masalan, biz munbar qismiga kirgandan keyin mana shunda chiqqan azam bas surati, undan keyin mana temirlarim darvoza boshqarish qatorliq turlar chiqadi. Shu. Shu qismini o'rnatib o'tamiz. Başlasak, aldı bilan biz Flash Expedit'ni qo'zg'atib, bu qismini boshqa yo'llaymiz. Bunun birisi template qisqicha. Buni oldin sadasini so'zlab o'tdim. Template degani usp static degancha rasm hujjat qisqicha. Ma'lum kelgandan keyin nima hujjatni boshqa yo'llayapmiz. Biz bu qismini bir ko'rayotli. Masalan, static bu rasm qisqichasini qarab baqagan bo'lsak, mana ikki dona hujjat ekan. Birisi rasm hujjat. Yani birisi bu saat. Sen qo'zg'atsak ham ko'rinadi mana bu. Bu flash soat shu. Yani birisi boshbat kodi. Masalan mana shu hujjat shu. Men bir chiqdi, bosib deydi biz adliq bo'ldi, buni yo'llab bo'ldi. Endi yo'llab bo'lgandan keyin hozir buni unumini ko'ramiz, desa buni unumini ko'rmaymiz. Masalan, men munbar qismini yechib qo'yayman. Buning unumi chiqmaydi. Nimasi desa biz cho'qim shu munbarniki munbar munbar hujjatiga cho'qim bir quruq kodni qalatamiz. Bu quruq kod qaysi mana ma'lumda kodi deb bir daftar bor. Shu biz shu kodni munbarning ust hujjatiga o'rnatamiz. Bu ust hujjat qaysi template default from qisqacha diskus html. Bu diskus html degani shu men buni bilan bir tushiray tushadi. Buni men nega tushirdim desa, shu 34 soat rasmiy ishga tushagan. Men buni echib tahrirlash olib tugutay. O'tgandan keyin buni nega qistiramiz desa, buni cho'qim uchur bekatga mushurlar shu ekan, mushurlarning ustidan chiqilgan qilib tanshay. Masalan, men mushuning ustiga o'rlashtiray. Masalan, men shu bir quruq kodni misol topildim mana. Shu. Ondan keyin buni saqlab etdim. Saqlab etib, ba'zi diskus htmlni qayta bir qadam boshqa yo'llayman. Hozir bu qismni ham rasmiy o'rnatgan bo'laman. Ondan keyin men ma'lumotni yanglab baqay. Mana qaraydigan bo'lsak, bu qism o'rni paydo bo'ldi degan gap. Shu qismi shu Ammo yoqda qolsak, boshbat nuqta turasi munbar degan gaplar bor. Biz buni o'zimiz o'zgartirib olamiz. Masalan, mana front page detal bo'yicha ochgandan keyin ma diskus html ekan, biz ma tahrirlash hujjatini ochib, shu qism hujjat ishidagi shu nuqta boshbat degan tahrirlasak bo'ldi. Daqay qildik. Qaraydigan bo'lsak, mana o'rnida bor. Masalan, nuqta turasi deb. Buni nuqta turasi demaymiz, nima ish qilamiz? O'zimizningki munbar ismini o'zgartiramiz. Buloqchan to'ri yoki degan o'zimizning ismini almashtirib, endi ma'lumotni o'zimizda cheksak, ma'lumda adres bor. Bu nuqta to'g'ri ulansin degan gapni shuni almashtirib olsak ham bo'ldi. Masalan, sinoq cheket buloqchan.com bbs shuni almashsin deb bu yuqori qo'ydik. Undan keyin biz buni asliga mushurga yo'llaymiz. Hozir tahlil hujjat qaysi hujjat yo'q. Qayta bir qatam bostirib yo'lab o'tamiz. Endi qaraydigan bo'lsak, ma'lumotni olmishlar nuqta turasi degan xat. Bat yangildim. Bu almashmay qo'ydi. Nima almashmaydi? Qoldiq tozalabmiz bo'ldi. Ham bir yanglab baqaydi. Mana xato yozib qo'yibman. Buloqchan to'g'ri degan gapni shunday qilmasak, bizniki bat ko'rinadi. To'xtanglar, bu xatolar chiqib qoldi bu batdan. Shundoq
Çikit. Ama hata olib qapti. Mega аны qo'yib o'tamiz-ki, buloqchan com bbs. Endi yo'llasak, bu normallashadi. Bat yechildi. Mesela men yana bir bastım. Hemen hozir almışyotdi. Munbarning o'ziga almışdi, chunki men mushbat ulab qo'ydim degan gap. Mesela buloqchan torini ko'ra bilsak, bu qandoq desak. Mesela bu yoqda mana konum munbarga bu. Mesela marunda barliq yangi temalar ulab qo'yarlar. Mana basak barliq yangi temalar, mana basak buloqchanniki kutubxona seçildi. Mesela men yangi temalar degan turini besib baqay. Mana buloqchan toridagi barliq yangi temalarni ko'rsatib berdi, ha. Shu. Dərsimiz şəkici olsun, xeyir xoş.